Yaponiya fondi va NHK kompaniyasi Oshin serialini taqdim etadi. Birinchi qism. Bir 1983-yilning erta bahori Shima yarim orolida yashovchi Tanakuralar oilasining buvisi Oshin uyini to'satdan tark etdi. U 83 yoshlarga kirgan edi. Oshinning ikkinchi o'g'li Hitoshining qo'shni shaharlarda 16 ta supermarketi bo'lib, bugun 17-si ochilishi lozim. Tanakuralar oilasining bugungi kundagi farovonligi Oshinning harakatiga bog'liq edi. Tanakuralarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos bo'ladigan 17-do'kon ochiladigan kunda Oshinning uydan ketganiga oiladagilarni ishongisi kelmas edi. Barvaqt bezovta qilganim uchun ming bora uzr so'rayman. Yo'q, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ha, iltimos xavotirlamang. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Kechikmasdan tezroq yo'lga chiqish kerak. Marosimni 1-2 soatga kechiktirishlarini so'rasammikin? Bu bizga bog'liq emas-da. Nozik mehmonlar taklif etilgan. Shaxsan merni o'zi ishtirok etmoqchi. Uyalib qolamiz-a? Ha, lekin agar oyim qatnashmaydigan bo'lsalar, ularni fe'li o'zingga ma'lum-ku. Marosim boshlanishiga kelib qolsalar kerak. Nima bo'lganda ham ortiqcha vahima qilib yuboryapmiz. Ketganlar hali aniq emas-ku. Ketishlariga o'zi biron sabab bormidi? do'konning ochilishiga boshidan qarshi bo'lgandilar. Bu mag'rur gap. Tanakura supermarketlarini kengaytirish uchun o'zlari ter to'kadilar. Endi shu fikrga kelibdilarmi? Onam qarib qoptilar. Qarshi bo'lishga asoslari bormi? Yana ketib qolganlarini-chi? Safsata, xavotir bo'lmay qo'ya qol. Biror narsa yo'qolibdimi? Men iloji boricha xonalariga kirmaslikka harakat qilardim. Tortmalarda nima borligini ham bilmasdim. Shuning uchun ham ustlariga nima kiyim bo'lganini ham ayta olmayman. Ha, kelin bo'lish oson emas. Voy xudo, ular rostdan ham ketib qoptilar. Eng yaxshi ko'rgan 3 ta kemonovlar bilan 2 ta obilari yo'q. Yana ancha kiyim olibdilar. Doim shu yerda turardi. Men Parijdan olib kelib bergan karmonchi ham ko'rinmaydi.